Abdum aka, Taqsim do'koningizda eng ko'p qaysi qurilish mollari sotiladi? Keling ko'rsatib o'taman. Bizlarda birinchi eng ko'p sotiladigan mahsulotimiz tunikafon mahsulotlari. Ularning bizlarda barcha turlari mavjud. Bizlarda ikkinchi eng ko'p sotiladigan mahsulot yog'och mahsulotlari. Yog'och mahsulotlarni bizlardan kelib, donaga ham, katta miqdorda optimga ham sotib olishlari mumkin. Yetkazib ham berasizlarmi dastavkaga? Bor, dastavka xizmatimiz ham bor. Bizlarda uchinchi eng ko'p sotiladigan mahsulot bu metal mahsulotlari. Bizlardan kelib metal mahsulotlarini metrga ham, katta miqdorda optimga ham olishlari mumkin. Bizlarda eng ko'p sotiladigan 4-mahsulotimiz bu santexnika mahsulotlari. Bizlarda santexnika mahsulotlarining barcha turi mavjud. Do'konimizning eng katta qismida ham santexnika mahsulotlari turadi. Bizlarda eng ko'p sotiladigan 5-mahsulot gipsokarton mahsulotlari, shifer mahsulotlari. Ma'lumot uchun Knaf gipsokartonlarini Samarqandda subdiylik hisoblanamiz. Demak, mijozlar kelib bemalol Taqsim do'konidan gipsokarton shiferlar hamda barcha qurilishga ishlatilgan mollarni sotib ketishlari mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunday. Dastavka ham yetkazib berasizlar. Bor.